O'rtoq, 8-martga ham ozgina qoldi. Xotinga zo'r narsa sovg'a qilmoqchiman. Nima sovg'a qilsan? Dubayga olib bormoqchiman. Nima? Dubay? Menga bitta lavash olib bermanga 6 yildan beri o'rtog'iman, lekin xotiniga Dubay. Faqat bitta muammo bor-da, o'rtoq. Qanaqa? Qozchalik pulim oddiy oteliga yetyapti. Ama yaxshirog'iga olib bormoqchiman. Nu bilmadim endi, yordam beraymikin yoki yo'qmi? Nima qilsam bo'ladi, o'rtoq? Unda mani eshit. Uzun bankdan limitingdan foydalanasan, otelni bron qilasan. Uzun bankdagi limitingni 30 kun ichida qaytarib bersang, senga ortiqcha to'lovlarsiz bo'ladi. Aman bilmagandim. Zo'r ekan, unda men bugun o'zida olaman, o'rtoq. O'ylayotgan bo'lsanglar kerak, nimaga yordam berdi deb. Birinchidan meni o'rtog'im u. Ikkinchidan olgan limitidan menga ham 1-2 so'm berib turar. Va alaykum assalom. Biz Dubayga uchyapmiz. Rustam. Qachon Rustam bo'lmagan? Bizlar qaranglar, erim menga nima sovg'a qildilar. Ha o'rtoqlar, hazil-huzulsiz Rustam ham men biletlar oldim va biz Dubayga uchib ketyapmiz. Yaqinlaringizga ular hammaga aytgisi keladigan sovg'alar qiling. Aytgancha siz ikkinchi juftingizga uje sovg'a oldingizmi yo'qmi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar.